Qachon va qanday qilib go'shakka o'rgatish kerak? Texnik jihatdan go'shakka o'rgatishni bolakay o'tirishni boshlaganidan boshlab, ya'ni taxminan 6-8 oyligidan boshlash mumkin. Lekin muammo shundaki, 2 yoshgacha bola sizdan nimani xohlayotganingizni tushunmaydi va bu sizda xavotir uyg'otishi mumkin. Siz bolani qayta-qayta go'shakka o'tkazsangiz ham, u o'z ishini unga qilmaydi. Shuning uchun qozonni kiritish xavfsiz tarzda 1,5 yildan 2 yilgacha qoldirilishi mumkin. Avvaliga biz bolani faqat odat hosil qilish uchun qozonga qo'yamiz. Agar chaqaloq qozondan maqsadli foydalanishga muvaffaq bo'lsa, biz uni buning uchun faol ravishda maqtaymiz. Shunday qilib, taxminan 3 yoshga to'lgunga qadar bola faqat 2 sababga ko'ra qozondan foydalanadi. Birinchidan, chaqaloqni tezda olib tashlash mumkin bo'lgan qulay kiyim kiying. Ya'ni yopiq siplari va bodilari endi to'g'ri kelmaydi, lekin shimchalar ayni muddao. Ikkinchidan, bolani tez-tez tagliksiz qoldiring. Bu bolani qozondan foydalanish qulayroq ekanini tezroq tushunishga undaydi. Uchinchidan, agar o'zingizga qulay bo'lsa, bolani o'zingiz bilan hojatxonaga olib boring, unga namuna ko'rsating. Bolaga ona va dada qiladigan ishlarni qilish muhim. Agar ota-onalar hojatxonaga borsa, demak, men ham kattalardek bo'lishim va qozonga borishim kerak. To'rtinchidan, o'rganishni sizda va bolada yetarli vaqt va kuch bo'lgan paytda boshlang. Jarayonni bolaning hayotida stress yoki muhim o'zgarishlar, masalan, qochib o'tish yoki ukasi yoki opasi tugilishi davrida boshlashdan saqlaning. Beshinchidan, bolangizga qulay va xavfsiz, mos keladigan qozonni tanlang. Yuqori orqa suyanchiqli va barqaror taglikli qozonlar afzalroq. Oltinchidan, qozondan foydalanish uchun muntazam jadval o'rnatishga harakat qiling. Masalan, har ovqatdan keyin va uxlashdan oldin bolani qozonga o'tkazing. Yettinchidan, o'yin tarzida sevimli o'yinchoqlaringizni qozonga o'tkazing va harakatlarni ovoz chiqarib ayting. O'yinchoqni maqtang, keyin bolangizga ham qozonga o'tirishni taklif qiling va uni ham maqtang.